Teng yarımini olaman desa kelishamiz. Teng yarım. Misol, men 30 ta bo'lsa 15 tasini shunday hayda oasini o'rtasidan bo'l shunardan ketaverar. Lekin ichidan o'z addini qo'li bilan tortib chiqayki, bitta saylab chiqayki. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga Asliddin akamizning oldilariga yetib kelganmiz akalar. Jarari qishlog'iga. Akalarim mana shunaqa to'g'ri qo'ylarni baquvvatlaridan, sog'liq deb ketganlar, sog'liqlaridan so'raganlar uchun akalarim, nasib bo'lsa shu qo'ylarni bugungi videomizda sizlarga qisqacha narx-navo ma'lumotlari bilan aytib o'tamiz do'stlar. Akalar, yomg'ir ham yog'aman deb turibdi. Xudo xolasa mana shularni hozir sizlarga sirroshli narx-navo ma'lumotlari bilan aytib o'tamiz. Ichida bitta ona bolasi ham xudo xolasa bor ekan akalar. Asliddin aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Ilhomjon, yaxshimisiz? Ishlar zo'rbak charchamasizmi? Yaxshi, rahmat, Allohga shukr, o'zi yaxshimi? Xudosh, xudo xolasa necha bosh olib keldingiz qo'ylardan? 28 bosh xudo xolasa Ilhomjon. Bular to'g'limi, sog'liqmi? To'g'ri Ilhomjon, buni yana shishak chori qo'ydi o'ylamasin. Mashalloh. Shishak choriga tan berayotgan qo'ylar-da. Akalar, ko'rib olamiz, xudo xolasa. Bular to'g'li akalar, to'g'li. Mana, ko'rib olaveramiz. Lekin sog'liq deb ketgan bo'ylari ham shu 80-85 olaveramiz, ha? Shunday. 75 dan 85 gacha bor. 75 dan 85 gacha olaverasizlar akalar. Ustida kelasizlar, ko'rasizlar, savdosini qilib ketaverasizlar xudo xolasa. Biz esa ma'lumotlarni aytib ketaveramiz do'stlar. Xo'p, necha bosh dedingiz? 28 bosh Ilhomjon. Ichida qo'chqori ham bormi? Yo'q, hammasi urg'ochi bor. Hammasi sog'liq. Buni endi xudo xolasa bittasi qo'zilagan ekan. Bittasi qo'zilagan Ilhomjon. Bittasi ona bolasi ham akalar ichida bitta bor ekan. Qo'zini bonus qo'ramiz Ilhomjon, 29 ta qo'zi bilan. Gap yo'q. Qarang, endi bunga olgandan keyin bitta qo'shqor qo'shib qo'ysinmi, nima deymiz? Ilhomjon, lekin qo'shqor ham qo'shib ko'rdik. Qo'shqor teginmadi. Egasi bug'oz degan xudo xolasa qo'ylar yeridan qo'zg'ab qolgan va olib tuqqanini ko'rsatavering. Bug'oz endi 80% bug'oz Ilhom. Endi bitta yarimta aniq bo'lib qolgan bo'lsa, qolgan bug'oz Ilhom. Bitta yarimta qolmagan bo'lsa, endi akalar har ehtimol qarshi bitta qo'shqor qo'shib qo'yasizlar akalar. Endi bu qachon tug'ay ekan, bug'oz ekanmas deb kutib o'tirish bo'lmaydi akalar. Baribir qo'shib qo'yinglar. 2 ta, 3 tasi bo'lmasa, 4 ta, 5 tasi bo'lishi mumkin. Bitta qo'shib qo'yasizlar akalar. Ko'rib olaveramiz, mana qo'ylarni bemalol bahosini berib qo'yasizlar. Qirriq, xudo xolasa, simjim bo'lib turibdi deb aytursa ham bo'ladi akalar. Yaxshi holatlari zo'r bo'lib turibdi. Mana kashtanlari ham bor ekan. Ko'rsatavering, qo'yni ichiga voy zo'r qo'ylar bor. Hammasi bir-biridan sog'lardan muammo yo'qmi aka? Yeb-ich sog'ligiga bir hafta 10 kun javob Ilhom. Yeb-ich sog'lariga xudo xolasa bir hafta 10 kun akamiz javob deyaptilar. Kelasizlar, yedirish ichishlari bemalol ko'rib olaverasizlar akalarni. Nasib bo'lsa mana. Bemalol bitta bahosini berib qo'yasizlar. Akalar. Bitta. Bular shu 11-12 oylik bor-da? Shunday Ilhom aka. 11-12 oylik bor akalar. Yeb-ichlar, ishtahalari zo'r deyishdi, xudo xolasa akalar. Qo'ylar mana qo'ylarni ko'rsating, Ilhom aka, mana qo'ylarni qarang. Vobshi. Ko'ryapsizmi? Mana. Chini bilan zo'r aka. Joni bor qo'ylar. Boqsin qo'ydi. Xudo xolasa baraka topa kim bo'lsa ham qo'ylar bir-biridan kami yo'q. Sifati ham hamma joy yaxshi. Xudo xolasa. Talab ko'ra olaveramiz akalar, xudo xolasa mana. Ko'rsating mana qo'ylarni Ilhom aka, mana kashtanlarni ko'rsating. Mana qo'ylarni. Ilhom aka. Mana qo'ylarni. Sizam o'ting uchqun aka. Ko'ryapsizmi Ilhom aka? Mana yuret kashtanlarni ko'rsating. Qo'ydi sifat va shu o'ta go'zal. Qo'y. Gap. Qo'ydi sifatiga gap bo'lishi mumkin emas Ilhom aka. Qo'ydi ko'p maqtamaylik. O'z buni ko'rib qo'ydi bilgan o'z tushunib olaveradi. Qo'y o'zini o'zi maqtab turibdi. Xudo xolasa kim olsa ham, qaysi bir obuna bo'lsa ham baraka topayotgan narsa. Gap. Mana. Bittalab ko'rib olaverasizlar akalar. Buni qarang, endi narx-navosini bitta kelishaydi aka, bitta chiroyli narx qilib bering. Xudo xolasa shunchasini kelishganmiz, narx-navosini ham kelishamiz, shuncha qo'y sotaveramiz, kelishmagan joyimiz bormi? Shunda. Nech pul qilib bera olamiz? Ko'ryapsiz, kanallaringizga 5,5-6 ham qo'yap. Bizga unaqa narx yo'q Ilhom. 5 milliondan Toshkentgacha dastlabkasi bor. 5 million so'mdan Toshkentgacha dastlabkasi bor. Bu o'tib berishi bormi? Yana menga qarang, bexayr emasmiz. Xayr sunnati bo'ladi hamma narsani Ilhom. Mana nech pul? 200 o'tamizmi? 100 ming o'taman. 200 o'ting qanima bo'lar ekan? Birov gapiraygan. Bo'lsa xalqqa bo'lsin, dastlabkasi ham meni bo'ynimga. O'zbekiston bo'yicha 4 million 800 ming so'mdan bor ekan Ilhom.
Akalar Olishaversin. 4 million 800 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabkalar. He, biz dastlabki kreditni olib ketaversin Ilhom. Maşallah, mana akalar. 4 million 700 dan akalar. He, So'ragan narximdan ham arzon. Biz dastlabki. 4 million 700 dan biz dastlabki, o'zim olib ketaman. 5 ta 10 ta tayoqtalariga ham shunaqmi? Yo, Ilhom endi qarang-da, buni ichidan tanlab olaman desa endi video davomida aytib ketaylik. 6 million 6,5 millionlik qo'ylarim bor-da. 5 ta 10 ta olaman desa ichidan sal Tayoqtalariga. yo, tayoqtaylariga bo'lmay. Ha. Shu teng yarimini olaman desa kelishamiz. Aha. Teng yarim. Misol, men 30 ta bo'lsa 15 tasi shunday haydab olsin o'rtasidan bo'l shu narxdan ketaveradi. Lekin ichidan o'z addini qo'li bilan tortib chiqayki, bitta saylab chiqayki. Aha. Unga kelishamiz, narxi o'zgaradi. Aha. Endi mana ko'ryapsiz, endi mana qo'ylarni bozorga o'zim chorvani ichiga yuribsiz, 6 millionga bermayman mana shunday qo'ylar. Maşallah mana. Bunday qo'ydan ko'pda bu qo'ydi ichiga. Ana akalar. Akalar, aslida bir akamiz zo'mlarni pastda qoldirib qo'yaman. Bemalol xudo o'zi telefon qilib, savdosini bitirib olaverasizlar akalarim.